Koreyadan O'zbekistonga pul jo'natmoqchimisiz? CoinShot bilan o'tkazmalar tez va qulay. Ularni qanday shaklda jo'natishni ham o'zingiz tanlaysiz. Ilovani yuklab oling va pullaringizni arzon xizmatlar evaziga osongina yuboring. CoinShot. Shimoliy koreyaliklar qazgan dunyodamiz. Dunyoning eng harbiylashgan chegarasi. Tudum qildi. Yonyaptimi? Seulda portlash uchun qazilgan 4 ta tunneldan bittasi, 3-chisi bu. O'zbekistonliklar ishlash uchun eng ko'p boradigan 4-davlat Janubiy Koreya. Har kuni bir necha kishi o'z joniga qasd qilishga urinishadi. Mana, atrofga qarang. Politsiya doimo shu yo'lda kuzatib yuradi. Bu yozuvlarni ko'ryapsiz-a? Nimaga unda yozishganini aytsam? 50 yilda qashshoqlikdan chiqib, dunyo iqtisodiy monstriga aylana olgan mamlakat. U buni qanday uddaladi? Biz prezident qarorgohidamiz. Tasavvur qilinglar, davlat rahbarlari yashaydigan saroy hamma uchun ochiq. Chet elliklar Koreyaga kelishsa, men sevgan BTS qani? Men kutgan Koreya shu edimi deb shokka tushayotgan holatlar ko'p. Hatto shunday bog'chalar borki, u yerda atigi 3 nafar bola tarbiyalanadi va ularning uchalasi ham o'zbek millatiga mansub. Bugun tasavvurimizdagi va haqiqiy Koreya o'rtasidagi farqlarni sanaymiz. Bu sayohat haqidagi ko'rsatuv emas. Janubiy Koreya. Nima uchun bu davlatni tanlashadi? Yaxshi maoshlari uchunmi? Ish topish osonmi? Yoki shunchaki borish uchun qiziq davlatligi sababmi? Javoblar hammada har xil bo'lishi tabiiy, lekin asl haqiqat doim bitta. Bugun siz Koreyaga sayohat haqidagi ko'rsatuvni emas, bu davlatga nega kelish yo kelmaslik kerakligini tushunib olasiz. Sizlarga barcha kartalarni ochamiz, tanlovni esa o'zingiz qilasiz. Buning uchun biz bu davlatga safar qilib, uning yaqin ayanchli tarixidan bugungi kundagi muvaffaqiyatigacha, janubidagi o'zbeklar mahallasidan Shimoliy Koreyagacha bo'lgan tahlikali chegarasigacha, eng qashshoq mahallalardan prezident yashaydigan qarorgohgacha, mashina bozoridan tortib, u yerda qanday qilib munosib ish topish mumkinligigacha o'rgandik. Koreyada ishlash mashaqqatini tanamizda his qilish uchun o'zimiz ham ishlab ko'rdik. To'plagan ayrim ma'lumotlarimiz va noyob lavhalarimizni siz hali aniq boshqa joylarda eshitmagansiz, ko'rmagansiz. Bu subyektiv, bu Janubiy Koreya. Achchiqqina choylarni damlab olgan bo'lsangiz, ko'rsatuvni oilaviy tomosha qilishingiz mumkin. Chunki bugungi mavzu har bir kishiga foydali va kerakli bo'ladi. Esingizdan chiqmasidan like va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, kichik jamoaning katta mehnatini qadrlagan bo'lardingiz. Bu siz uchun 5 soniya, biz uchun mehnatimizga berilgan eng katta baho. Ketgan vaqtingizga sizni afsuslantirmaslikka harakat qilamiz. Kaja. Janubiy Koreyaning oq va qora taraflariga o'tishdan oldin, uning oddiy agrar jamiyatdan bugungi dunyo iqtisodiy monstriga qanday qilib aylana olganidan gapni boshlaganimiz ma'qul menimcha. Bu NASAning sun'iy yo'ldoshdan olgan dunyo chiroqlari xaritasi. Bu esa tungi Shimoliy va Janubiy Koreya. Birgina shu surat ikkiga bo'lingan va qachonlardir yagona bo'lgan Koreya haqida hikoya qiladi. Shimoliy Koreya bu shunchaki elektr yo'qligi emas, balki umid, taraqqiyot va erkinlik yo'qligining belgisi. U yerda sanoat sust, shaharlar sokin, siyosiy rejim esa har bir chiroqni nazorat qiladi. Atigi bir chiziq pastda Janubiy Koreya. Bu yerda tun hayotning yangi bosqichi. Yorug' shaharlar, tinimsiz harakat va insonlar qulayligiga xizmat qiluvchi infratuzilma. 1948-yil bir paytda ikki mustaqil davlatga aylangan bir millat, bir tarix, ammo ikki xil tun. Shimoldagi hayot haqiqatlari haqida janubga qochib o'tganlardan ham intervyu olish maqsadida butun Koreya bo'ylab shunday taqdirlarni qidirdik. Topdik ham. Lekin bugun Seulda yashayotgan katta yoshli ayol Pxenyandagi o'smir jiyani K-pop musiqasini yashirincha tinglagani uchun yaqindagina 10 yilga qamalgani haqida aytib qoldi. Bizga beradigan intervyusi esa shimoldagi yaqinlariga yana muammo bo'lishidan qo'rqib, iltimosimizni rad qildi. Yuzini bekitib, ovozini o'zgartirib taqdim qilishimizga ham unamadi. Mana shu holatning o'zigina
38-paralleldan yuqoridagi Koreya dahshatlari haqida yetarlicha javob edi. 50-yillar. Koreya urushidan butunlay vayronaga aylangan janub. Yalpi ichki mahsulot kishi boshiga atigi $70 atrofida. Bu Afrika qishloqlaridan ham past ko'rsatkich edi. Tabiiy resurslarning asosiy qismi shimolda qolgan. Bu yoqda ham xuddi qardoshlaridek harbiy, avtoritar siyosiy rejim. Iqtisod bir ahvolda, ta'lim haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bu davlatda kelajak yo'qday tuyulardi. Ammo 60-yillarda siyosiy sahnaga chiqqan Pak Chon-hee Koreya taqdirini qayta yozishga kirishdi. Avtokrat prezident katta tavakkalga qo'l urib, xususiy korporatsiyalarni davlat bilan birlashtirdi. Guruch va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Samsung, kosmetika mahsulotlarini tayyorlovchi Lucky Gold Star, ya'ni LG, quruvchi Hyundai va qandolatchi Lotte brendlariga davlat tomonidan birin-ketin turli soliq imtiyozlari, arzon kredit va subsidiyalar berila boshlandi. Tabiiy resurslari deyarli yo'q. Maydoni O'zbekistonning Navoiy viloyatidan ham kichikroq. Aholisi urushdan keyingi ocharchilikda holdan toygan Janubiy Koreyani faqatgina eksport qutqarishi mumkinligi taxmin qilindi va bu o'zini oqladi. Avvaliga mato, quritilgan baliq, qurilish xizmatlari, oziq-ovqat mahsulotlarini chetga sotishni boshlagan bu kompaniyalar davlat qo'llovi bilan keyingi 10 yillikda elektronika, mikrochiplar, avtomashina va maishiy texnikalarni eksport qila boshladi. Bu oilaviy biznes egalari chebollar deb atalib, ularning tirikchiligi global darajada ta'sirga ega bo'la boshladi. Ular o'z yo'nalishlarini kengaytirib, qurilish, kemasozlik, mashinasozlik, IT texnologiyalar sohalarida ham dunyodagi eng deya baholanadigan loyihalarga egalik qilib kelishmoqda. Shaharlar bo'ylab yursangiz, qandolat yoki saqich ishlab chiqaradigan Lotte brendini ko'plab qurilishlarda ham uchratasiz. Hammayoq Lotte. Hatto Seuldagi eng baland bino Lotte World Tower'ni ham shu korporatsiya qurgan. 80-yillarga kelib Janubiy Koreya ta'limni asosiy ustuvor yo'nalish sifatida tanladi. Har bir bola kelajakdagi muhandis, tadbirkor yoki olim sifatida tarbiyalandi. Bu tikilgan sarmoya o'zini oqlab, bugungi Koreya dunyodagi IQsi eng yuqori xalqlardan biriga aylandi. Ba'zi davlatlar hudud talashib urush qilayotgan bir paytda Koreya eng qimmat resurs aslida yer emas, odam, erkinlik va strategiya ekanligini isbotladi. Avval boshida hech narsasi bo'lmagan bu mitti davlat 70 yil ichida qashshoqlik darajasini 70 dan 2-3% gacha tushira oldi. Bularning barchasi ta'limga, insonga tikilgan sarmoya, to'g'ri tanlangan strategiya va millatning birlashuvi natijasi edi. Oliy ta'lim bosqichida bugungi O'zbekistonda ham Janubiy Koreya tajribasiga o'xshash qadamlar yo'q emas. Misol uchun Yangi O'zbekiston universitetini olsak, bu yerda ta'lim dasturlari Germaniyaning Myunxen texnika universiteti tajribasi asosida ishlab chiqilgan. Darslar to'liq ingliz tilida olib boriladi. Professor o'qituvchilar esa asosan AQSh, Germaniya, Xitoy kabi ilg'or davlatlarda tahsil olgan yoki ishlagan mutaxassislar. Germaniya, AQSh va Janubiy Koreyaning dunyo reytingida yuqori o'rinlarni egallagan universitetlari bilan hamkorlik o'rnatilgan. Muhandislik, IT, boshqaruv va iqtisodiyot kabi yo'nalishlari ayniqsa sun'iy intellekt erasida ham dolzarbligini yo'qotmaydi. Faqat bu emas. Urganch shahrida allaqachon Yangi O'zbekiston universiteti tajribasi asosida Al-Xorazmiy universiteti tashkil etildi va bunday oliy ta'lim muassasalarining ko'payib borayotgani odamni xursand qiladi. Ko'rsatuvning eksklyuziv daqiqalari hali oldinda. Kulminatsiyalar ko'pligidan bu qiziqarli mavzularni qanday joylashtirib chiqishga qiynaldim ochig'i. O'zbeklarning ta'siri sabab o'zbekchani o'rganayotgan koreyslar, Koreya prezidentining ish stoligacha kirib borganimiz, Shimoliy koreyaliklar Seul yaqinigacha qazgan tunnelga tushganimiz. Ko'chalarda chiqindi urnalarini qidirib sarson bo'lganimiz u uyimizda chiqindi saralashga majburlanganimiz. Bir kunda qancha ishlab topganim, halol peshona teri. Koreyaliklar bilan, o'zbekistonlik etnik koreyslar bilan intervyular. Seulning eng qimmat mahallasidagi xarobalar va hojatxona madaniyati. Baribir hammasini sanab tugata olmadim. Ko'rishda davom etish kerak. Hozir esa Koreyadagi mashina bozorlaridan birida olgan lavhamizni tomosha qiling. Kaja.
topaman shunaqa mashinalar. Koreyadagi mashina bozorlaridan bittasidamiz. Bu yerga kelganimda ko'pchilik mashinalar arzonligi haqida aytganda to'g'risi ishonmagandim. Ularning gapi bilan shunchaki bu ma'lumotni berishim mumkin edi, lekin yo'q, shoshma, o'zim bir borib ko'ray deb bugun charchagan bo'lsam ham mashina bozoriga borib ko'ray. Mana quyosh botyapti. O'z ko'zim bilan ko'ray, qanchalik o'zi narxlar, bizni ishlab chiqariladigan mashinalarimiz ham bormi, ularning Koreyadagi narxlari qanaqa? Qiziqib turgandim, bizga Akobir aka hozir ma'lumot beradilar. Akobir aka mana Spark turgan ekan. Mana shu Sparkga bu Spark mashinamiz 2012 ga 72 ming kilometr yurgan. Demak, Hibalyu benzinda. Hozir programmadan ko'radigan bo'lsak ham 1,5 million won turibdi. Buni narxi gidita $1000, $1100 atrofida. Shu turishdagi. 1100 dollarga. Endi buni dealerdan oladigan bo'lsangiz, ustiga yana $300-400 atrofida qo'shilishi mumkin. Lekin o'zingiz borib oladigan bo'lsangiz, $1000 atrofida ya'ni tushirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ma'lumot uchun Akobir aka 3 yildan beri 3 yildan beri shu sohada Koreyada mashina biznesi bilan shug'ullanasiz. Shunaqa ekan. Mana bu yerda Malibular bor ekan. Shuni ham Malibularni ko'radigan bo'lsak, mana trekkerlardan boshlaylik. Mana trekkerlarni ko'radigan bo'lsak, bu mashinamiz 2019 ga 40 ming kilometr yurgan. Demak, benzinda ekan. Buni taxminiy narxi hozirgi holatda 8 million dollar hisobida $6000 atrofida. 6-6,5 ming atrofida. Shunaqa. Yangi mashina. Hammasi servisda o'tgan, aybi yo'q. Shunaqa. Bu ham shunaqa, to'g'ri? Bu ham shunaqa. Bu ham 2019 ga 82 ming yurgan, tashqi bir xil. Bu ham 6-6,5 ming atrofida. Shu holatida. O'ta ham arzon. Mana Malibularni ko'raylik. Demak, Malibularni ko'raylik. Aniq shunaqa pulim bo'lsa hozir menga mashina hozir bera olasizmi? Bugun olib bera olaman. Shu holatida. Ishongim ham kelmayapti. Demak, Malibuni ko'radigan bo'lsak, 2017 ga 139 ming yurgan, Hibalyu benzin. Buni narxi gidita 6,5 million, 7 million atrofida dollarga. $5000. 5000, 4,5 ming, 5000 atrofida. Yaxshi, holati zo'r. Aka, buni bizda bilasizmi? Odamlar o'zlarini senlab, buni sizlab oladigan mashinasi, to'g'ri. Demak, narxlar ham nisbiy ekanda, bunaqa osmonga ko'tarib yuboradigan darajada emas ekan. Shunaqa narxga ham mashinalar sotilmay turibdi mana. Shuncha arzon mashina bor, shunda ham sotilmasdan turibdi. Shunaqa. Malibuda yotibdi. Shu pul bilan kelib, hammasini bir-bir haydab ketish kerak ekan-da bu yerda. Shunaqa. O'zi Kia bilan Hyundai ekan, asosan. Mana Captiva ham bor ekan. Mana Captivani ko'raylikchi. Captiva ham bor ekan. Captiva ham yozib qo'yilgan ekan. Ana yili bilan narxini dollarda aytingchi, bunda tushunmasliklarim. 5-yil 586 ming yurgan. Shunga ekan. Bu mashinamiz endi taxminiy narxi dollarda 2,5 ming, 3 ming dollar atrofida. 2,5 ming, 3 ming? Shunaqa. Shu Captivami? Shunaqa. Voy. Hazillashmayapsizmi? 2015-yil 186 ming yurgan. Captiva. Holatlari yaxshi. O'zi asosan bu bizlarga tushgan mashinalarni holatlari yaxshi, o'zlari ustalari o'xshatib sotishadi. Hech qanaqa aybi yo'q. Ha, bu yerda Orlando ham bor ekan. Boraylikchi. Qani ko'raylikchi. Bu shunda Koreya dunyodagi eng arzon mashina bozorimi? Mana Orlando ikkita ekan. Mashinamiz 2012 ga 248 ming yurgan, LPG ekan. Buni narxi undan ham arzon. Gidita dollar hisobiga 1,5 ming, 2 ming dollar atrofida. Yo'q, aka, unchalik emas. Chunki 248 ming yurgan, lekin holati yaxshi. Chunki aytganimdek, bu yoqqa tushgan mashinalar hammasi servisdan o'tgan bo'ladi. Servisdan o'tib sotiladi. Shunaqa. Orlando 1,5 ming dollarmi? Da, shunaqa 250 ming yurgan. Bu 2013 bu 329 ming yurgan. Bu undan ham arzon bo'lishi kerak. Chunki bu o'zi 1,5 ming, 2 ming bo'lsa, gidita 1400, 1,5 ming. Voy, bular shuncha bo'lsa, ba'zi vaqtda dealer emas, oddiy odamni olgan vaqtingiz 800 ming dollarga ham chiqib qoladi. Xuddi shunaqa holatda. Yo'q. Chunki bu holatdagi ko'pchilik bilmasdan shunchaki pechajang deydi. Mashinani qaytadan qismlarga bo'lib tashlash joyi. O'sha joyga 400-500 dollarga topshirgandan ko'ra 800 ming dollarga sotgan yaxshi deb
shunchaki sotaveradi. Ha, buni avtomobillar qabristoniga topshirmasdan bir 200-300 dollar yana foyda qilaman deb shunchaki arzonga sotaveradi. kim oladi bularni? Asosan bunaqa arzon mashinalarni chet elliklar ko'proq oladi. Karislarni o'zi ham oladi. Chet elliklar deganda kimlar asosan? Ishchi viza bilan kelgan asosan oilaliklar Arlondan olishadi, Captiva'ning. Bu bunaqa 4 kishi, 5 kishilik o'rindiqli mashinalarni ko'pincha talabalar shunaqa. Tesla ham bor, agar ko'ramiz. Mayli Teslaga ham qiziqib ko'raylik, mayli ja o'zimizni mashinalarni. Yerga urvardingiz, bir Teslani ham yerga urib bering. Tesla narxini taxmin qilib turing. Tesla narxinimi? 2022 ga 63 ming yurgan. Mayli 15 yo'q, 18 ming dollar bo'lsin. Yo'q. Gidita bu ham 13-14 ming. 13-14 ming? Shunaqa. Tesla ya? Tesla shunaqa. 2022-yil. 2022 63 ming yurgan. Voy bu. Men ja mashina ishqibozi emasman. Mashinani uncha ko'p targ'ib qilmayman, lekin shokdaman hozir. Xuddi bir bunaqa mashinalarga 1000 dollarlar atrofida yana qo'shimcha to'lovlari bor. O'shanda bir 15 ming atrofida tushadi. ertaga aytib berayotganda tuyulyapsiz-da. Yo'q. Yo'qda mashina o'ta ham hozir. Cruze ko'radigan bo'lsak, o'zimizda ko'zlar bor. Ha, Cruz ko'pchilik yaxshi ko'rishadi. Lacetti'ga o'xshagan. Ha. Asosan o'zbeklar ham ko'p Cruz minishadi. Demak, 2012 ga 62 ming yurgan Ebalio benzin ekan. Buni narxi taxminan 1700-1600 dollar atrofida. Cruz. Da. Hech qancha yurmagan-ku, 65 ming yurgan. 65 ming shunaqa. Bu dilerlardagi narxi. Agar o'zingiz topib olsangiz, undan ham arzon 1000 dollar, 1200 dollarga ham topsa bo'ladi bular. Karslar mashinani almashtirishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Har yili yangi mashina chiqadi Kia Hyundai'dan. Ular har yili yangi mashina olishadi, eski mashinani arzon narxga sotib yuborishadi. Boshqa mashinalarni so'ramayman. Boshqa mashinalardan so'rasangiz Siqilib undan ham qolarkan. arzon. Siqilib Yangi qolarkan. mashina ham undan ham arzon. Bilgan bo'lsangiz. O'zi charchagandim, endi siqilish ham boshlandi. Yaxshi ketaylik aka bu yerda. Bugün mashina bozoriga ham bordik. Bu oxirroq. Mayli, bering. Yaxshimi ekan? Mashinalar shunchalik arzonmi yo qanaqadir rasmiylashtirishda yana qo'shimcha to'lovlari bo'ladimi? Koreyada minus tarafi bu sug'urta. Menga bering. Sug'urta? Men ko'taraman. Sizman ko'taring, rahmat. Sug'urta qimmatroq. Menda yiliga 1000 dollar chiqadi. Aleksey Kim, o'zbekistonlik etnik koreys. Koreyada IT sohasida faoliyat yuritadi. Xorazmning Xiva shahrida tug'ilib o'sgan Aleksey 7 yil oldin bu yerga kelganida faqat Xorazm shevasida gaplasha olgan. Adabiy o'zbek tilini esa boshqa o'zbeklar bilan muloqoti davomida Koreyada o'rgangan. Qoyilmisiz, yangi uyga ko'chayotgan bo'lsa-da, fursatdan foydalanib ham unga yordamlashdik, ham suhbatlashdik. Qolganini vatandoshimizning o'zi davom ettiradi. Yiliga 1000 dollar to'laysiz. Sug'urta. Endi faqat menga emas, ayolim ham bor. U mashinani haydashni biladi, haydamaydi. Lekin sug'urta kerak menga degan. Mayli, ochib bergan. Odam qo'shsangiz yana qo'shiladimi? Ozgina. Lekin sug'urta juda yaxshi. U deganim, avariya qildingizmi? Qimmatroq mashina bo'lsa, o'zingiz to'laysiz. Menda avariya tajriba bo'lgan Pusamda. Shu uchun yo'q, qimmatroq sug'urta olganim yaxshi deb, qimmatrogini oldik. Demak, mashinani arzon olganingiz bilan shu yiliga 1000 dollardan to'lov qilib turar ekansizda. Lekin arzonroq qilsa bo'ladi. Xavfli deb o'ylayman. Chunki siz bilmaysiz, misol kimdir sizni ursa, misol siz parkovka mumkin emas joyda parkovka qilgan bo'lsangiz, sizni mashina urdi. Siz ham aybdorsiz. Bu degani o'zingiz to'laysiz. Ko'chalarda asosan mahalliy brendlar Hyundai, Kia va Genesis mashinalarini yurganini ko'rib, ochig'i hayron qoldim. Koreyaliklar bu avtoulovlarni boshqa tanlov bo'lgani uchun majburlikdan yo vatanparvarligidan emas, ularning qulayligidan rozi bo'lib xarid qilishadi. Bu avtokonsernlar hali ham 30-40 yil oldingi eski konveyerlardagi texnikalarni ishlab chiqarayotgani yo'q. Har yili yangi rusum yaratishadi. Boshqa mashinalar importiga taqiq bo'lmagani bilan koreyslar asosan o'z brendi tanlovini qilishadi.
Chunki o'zlarining mahsuloti eng yaxshisi ekanligi ularning sinovlaridan o'tgan. Nega monopol kompaniyalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi boshqa davlatlarda o'zini oqlay olmayapti deyishingiz mumkin. Va bu juda o'rinli savol bo'lgan bo'lardi. Chunki Koreya chebollari davlat imtiyozlarini suiiste'mol qilmasdan jahon standartlariga mos mahsulot va xizmatlar taklif qila oladi. Raqobatdan qo'rqishmaydi, kurashuvchan. Musobaqalar uchun ochiq. Ular boshqa yerning tovarlarini olib kelib, ustiga o'z brendini yopishtirib, sotuvga chiqarmaydi. Bu monopollar o'zlaridan ortib, texnikalarini yer yuzining istalgan burchagidagi xonadongacha kirib borishini eplay olishgan. Katta ehtimol bilan orangizda koreys texnikalaridan foydalanayotgan, shu ko'rsatuvni ham Samsung telefonida ko'rayotganlar ham ko'p. Ulardan biri siz bo'lsangiz, izohda Samsung deb yozib keting. Fikrimizni qancha odam tasdiqlayotganini shundan ham bilib olamiz. Yoki siz Koreyaning qaysi mahsulotidan foydalanasiz? Monopoliyaning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini ko'p maqtab yubordim-a? Nahotki bu amaliyot faqat ijobiy natijalar keltirdi? Yo'q. Chebollarga hukumat tomonidan doimiy yordamlar berilishining bir badali bo'lishi kerak edi. To'g'ri, bu yirik kompaniyalar dunyoning iqtisodiy xaritasini o'zgartirib yuborib, mamlakatni olamga tanitdi. Aholini qashshoqlikdan olib chiqib, millionlagan koreyaliklarni ishli, maoshli qildi. Ammo bugunga kelib 30 tacha yirik biznes guruhlarini boshqarayotgan chebollarning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi 70% dan oshib ketdi. Bu qanday kuch ekanligini tasavvur qilavering. Koreyada davlat prezidentlari saylanaveradi, lekin qonunlar Samsung prezidentiga nima kerakligiga qarab o'zgaradi. Bu esa demokratik jarayonlarga ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Birgina shu kompaniyaning Koreya iqtisodidagi ulushi 17%. Bugungi Koreya Samsungsiz harakatlana olmaydigan darajaga kelgan. Kompaniya rahbari bir necha bor korrupsiya bilan bog'liq mojarolarda ham ishtirok etishga ulgurgan. 2021-yilda Samsung merosxo'ri Lee Che-yoon hatto eks-prezident Pak Geun-hyening dugonasiga taxminan 8 million dollar pora berganlikda ayblanib, 2,5 yil qamoqqa hukm qilindi. Lekin hech qancha vaqt o'tirmasdan shartli ravishda ozod etildi. Hyundai'ga avtomobil va kemasozlik sanoatini rivojlantirish uchun Ulsan shahridan katta hudud ajratib berildi. Bular kamlik qilgandek, kompaniya rahbari Chung Ju-yun 1992-yilda prezidentlikka nomzodini ham qo'ydi. LG ham shov-shuv markazida bo'lmasa-da, uni siyosatda muloyim imperializm ramzi yoki so'zsiz kuch deb ta'riflashadi. Ha, chebollar Koreyani kosmosga olib chiqdi, ammo yo'lda bir narsani unutishdi. Kichik biznes, inson huquqlari va vaqtli uxlash. Ularsiz iqtisodni, ular bilan esa erkinlikni tasavvur qilish qiyin. Ish o'rni bor, lekin tanlov yo'q. Innovatsiya bor, biroq mustaqillik yo'q. Chebollarning ko'p sohalardagi mutlaq ustunligi sababli ko'p sonli investitsiyalardan kam sonli kompaniyalar foydalanadi. Yangi kompaniyalar o'sish imkoniyatini topa olmaydi. Iqtisod aylanmaydi. Siyosatdagi shaffoflik, qonunlar oldidagi teng huquqli javobgarlikka putur yetadi. Startap va biznes boshlamoqchi bo'lganlar endi bu korporatsiyalar bilan raqobatlasha olmaydi. Yuqori elitadagi korrupsiyalar xalqning madorini quritadi. Millionlab ishchilar ortiqcha yuklamalar evaziga mos bo'lmagan maoshga ishlashadi. Katta yoshlilar Koreya mo'jizasining guvohi sifatida chebollarga ishonch bildirib, ular bilan faxrlanishsa, yoshlar monopollar uchun ishlaymiz, lekin ular kabi yashay olmaymiz degan kayfiyatda. Yangi avlod haqiqiy baxt Koreyani tark etishda deb hisoblaydi. Koreya haqida o'rganayotganimda ham, bu yerga kelib ham nuqul stress, depressiya degan so'zlarga ko'p duch keldim. Hamma yoq insonlar qulayligi uchun qilingan davlatda qanday tushkunlik bo'lishi mumkin? Boshida balki bu koreyslarning noshukrligidandir deb o'yladim. Keyin esa romantik kinolarda bizga ko'rsatilgan va asl Koreya o'rtasidagi farqni izlashga kirishdim. Insoniyatni e'tiqod, madaniyat, tarbiya hayotda olib qola olishiga bitta misol keltirmoqchiman. Seuldagi o'z joniga qasd qiluvchilarning suitsid ko'priklaridan bittasi. Kuniga bu yerda bitta odam mana shu ko'prikdan Koreya daryosiga tashlab o'z joniga qasd qiladi. Undan oldin bu yerga ular eng so'nggi so'zlarini yozib ketishadi yoki ko'prikdan o'tayotganlar ularga motivatsiya sifatida hayotda qolishiga undaydigan gaplarni yozib ketishar ekan. Mana ulardan bittasi. Hayotingiz muhim. O'lmang. Ularga dalda bo'lish maqsadida ko'prikning o'rtasida mana shunday telefon ham o'rnatilgan. Hozir qiynalyapsizmi? Men eshitaman. Hikoyangizni ayting. Hayot telefoni. Mana oynani ko'rib turibsizlar. Odatda o'zini joniga qasd qilmoqchi bo'lganlar keladi, o'zini bunday aksini ko'rib,
ya'ni o'zini o'ldirish fikridan qaytsin yoki afsuslanding degan ma'noda ataylab oyna qo'yilgan ekan hozirda. O'zini aksini ko'rish uchun mana yozib qo'ygan tu Ivane degan mol chalmotenya no miwo. Ya'ni Ivanga atab yozyapti. Men nimani noto'g'ri qildim? Seni yomon ko'raman deb yozgan ekan. Modinga pokchape. Ya'ni hamma narsa juda ham qiyin, siqilib ketgandan yozgan menimcha. Buni bitta ham har xil boshqa hierogliflarda ham yozgan ekan. Najimga hembo kagiman hamyon salgesso. Ya'ni keyingi hayotimda deyapti, baxtli, faqatgina baxtli yashayman xudo xolasa deganda yozgan. Bir-biriga sevgi izhorlar yozilgan. Sojunaga atab yozgan ekan. Meni yaxshi ko'rganing uchun rahmat. Denikka ne yo'piso'zo. Ya'ni o'sha qo'llab-quvvatlash so'zlarini yozgan ekan. Mana yaqindagina 25-aprel kuni yozgan. Menimcha juda ham ma'noli ekan. Biza ikkalamiz baxtli bo'laylik deb yozibdi. Kim Sin Minga atab, agar men bo'lmasam, hech bo'lmasa sen baxtli bo'l deb yozib qoldirgan ekan. Men yo'lshimi sarasso chincha, so'ngshirage, silpindero, hindindero. Ya'ni men bormi berib yashadim deyapti. Bor anaqasi, bor imkoniyatini berib, qayg'uga botib juda qiyin yashagan ekan. So'ngon esa to'ra o'lka ma'nosini qarang. Albatta muvaffaqiyatga erishib qaytib kelaman degani. Hanori Fioriden kudege koginin pionashingayo. Ya'ni o'zini o'ldirganligiga atab yozyapti. O'zinglarni shu osmonga topshirdinglar. Osmonda qanaqa yashash qulaymi deb so'rayapti. Namchin sengiga hejusaya deb yozibdi. Ya'ni menga yigit topib beringlar deb yozibdi. Hamma o'z dardida. Uni qarang. Inaraga nante hejungo amugo topda. Ya'ni bu davlat menga hech narsa bermadi deyapti. Nimaga unda yozishganini aytsam, bu yozuvlarni ko'ryapsiz-a? Odamlar bu yerga ko'p kelishadi. Shunchaki manzarani ko'rish uchun keladiganlar bor, yoki o'zining o'y-xayollarini yozadiganlar bor. Ba'zilari o'zini yolg'iz his qilib, kechki manzarani tomosha qilgan holda qandaydir muammosini yozish uchun ham keladi. Kimlardir qiynalib ketsa, shu yerda o'z dardlarini yozib qoldiradi. Ochig'ini aytsam, haqiqatda o'lishdan avval oxirgi so'zlarini yozib, o'z joniga qasd qiladiganlar ham bor. 네, 아니면 슬픈 말도 되게 많더라. 아, 네, 맞아요. 저는 진짜 있었던 일인가 아니면 그냥 Yoki o'zini aytmoqchi bo'lgan gaplarni yozib ketadiganlar ham bor. Ba'zilari hazillashib ham yozib ketishadi. Qisqa qilib aytganda, hammasidan bor. 저쪽 빌딩은 건데? 저기는 그 U yerda qutqaruv xizmati bor. Atrofga qarasangiz, kameralar bor. Mana, atrofga qarang, politsiya doimo shu yo'lda kuzatib yuradi. Joniga qasd qiluvchilar ko'pligi uchun bu yerda favqulodda qo'ng'iroq kelsa, kameraga qarab 24 soat davomida kuzatuvda o'tirishadi. Almashib. 근데 지금은 많이 없어졌지, 사살이. Haligacha bor. Har kuni bir necha kishi o'z joniga qasd qilishga urinishadi. Hozir ham bo'lishi mumkin. Kimdir qasd qilishga urinib, o'zini tashlasa, pastda signalizatsiya ishlab, qayiqda qutqaruvchilar kelishadi. Sakrashdan avval bo'lsa, ular chalg'ituvchi gaplar yoki unga dalda bo'luvchi so'zlar bilan to'xtatishmoqchi bo'lishadi. Agar o'zini tashlasa, kelib qutqarishadi. Ko'rib turganingizdek, qanchalik o'zini o'ldirishga urinishmasin, qutqaruvchi guruh quruqlikda ham, suvda ham bo'lganligi uchun maqsadiga yetish oson bo'lmaydi. Mana bu to'siqlarni ham o'zlarini tashlay olmasliklari uchun ataylab qilishgan. Koreyada suitsid ikkiga bo'linadi. Yoshlar va yoshi kattalar o'rtasidagi suitsidlar. Ularning asosiy sabablari ham farq qiladi. Yoshlar asosan davlat imtihonlaridan o'tolmasdan, hayotdagi keskin raqobat va o'qishda ularga qo'yiladigan qattiq bosimlar deb o'z jonlariga qasd qilish darajasiga borishadi. O'zimning hayotimda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lgan. 2 yil davomida universitetga tayyorlanib, baholarim juda past chiqqanda 2 hafta uyga qamalib olganman. Qattiq tushkunlikka tushganman. Shunda nega yoshlar o'zlarini o'ldirishgacha borishlarini his qilganman. U paytda 21 yoshda edim. Bunday vaziyatda hammasi kattalarga, ota-onalarga bog'liq. Ular farzandiga qattiq bosim qilmasdan, battar qiynamasdan ruhiy dalda berishsa, yoshlar bu tushkunlikdan chiqib ketishlari mumkin. Mening ota-onam ham holatimni to'g'ri tushunishgani uchun suitsidgacha bormaganman deb o'ylayman.
yoshi kattalar esa ishdagi raqobat, tirikchilikdagi qiyinchiliklar tufayli oxiri o'z joniga qasd qilishadi. Sal xato tarjima qilyapti. Yana bir to'xta. Qara do'stim, yana bir bor o'ylab ko'r. It's beautiful life. Don't know your taste you can. It's beautiful life. No entries you can. Koreyada suitsid faqat imtihondan o'ta olmaganlar, ishsiz qolganlar yoki qarzga botganlar uchun so'nggi chora emas. Yaqin tarix koreyalik mashhur yulduzlardan tortib, hattoki prezidentgacha o'z joniga qasd qilganlarni ko'rdi. Bularning barchasida chuqur depressiya o'lim sababi sifatida qayd etilgan. It's beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Beautiful my love, beautiful your heart, beautiful life. Bugungi Koreya nafaqat o'z joniga qasd qiluvchilar anti-reytingida, eng kam tug'ilish ko'rsatkichlari bo'yicha ham dunyoda yetakchilardan. 1985-yillarda 2 ayolga 3 nafar chaqaloq to'g'ri kelgan bo'lsa, bu yilga kelib har ikkinchi koreyalik ayol farzand ko'rishni istamaydi. Millat barqaror yashab qolishi uchun bir ona eng kami 2 farzand ko'rish kerak. Hozirgi Koreyada tug'ilayotgan avlod bunday salbiy ko'payishi bilan eski avlodning 3 dan 1 qismini ham saqlab qola olmaydi. Hatto shunday bog'chalar borki, u yerda atigi 3 nafar bola tarbiyalanadi va ularning uchalasi ham o'zbek millatiga mansub. 동그라미. 자, 이건 무슨 색이지? 굿. 노란색? 노란색. Bugun ushbu bog'cha shu bolalar borligi uchun faoliyatini davom ettiryapti. Bo'lmasam, allaqachon yopilib ketgan bo'lardi. Korea Times'ga ko'ra 2028-yilga kelib Janubiy Koreyada maktabgacha ta'lim muassasalarining 3 dan 1 qismi tug'ilish kamligi sabab yopiladi. 2024-yilda esa Koreyadagi maktablar soni ham 49 taga qisqargan. Bu raqamlar 2023-yilgi 33 ta maktablar sonidan ko'proq. O'zbekistonda esa bu holatning aksi kuzatilayotgani quvonarli. Tug'ilish ko'rsatkichlarining yuqoriligi, bolalar sonining ko'pligi yangidan yangi maktablar ochishga ehtiyoj tug'diryapti. Bunda esa ta'lim sifatini saqlab qolish muhim. Masalan, Vosiq xalqaro maktabi faqatgina 3 mahal balandlashtirilgan menyuli ovqatlari bilan maqtanadigan xususiy maktab emas. U yerda IBPYP xalqaro boshlang'ich ta'lim dasturi amal qiladi. Ingliz tilida dars beruvchi xorijiy o'qituvchilar o'quvchilarning yuqori natijalarga erishishlari uchun mehnat qilishadi. Bolalar maktabdanoq IELTS va SAT dasturlariga tayyorlanishadi. Robototexnika, san'at, sport va boshqa yo'nalishlardagi to'garaklar esa o'quvchilarga qo'shimcha rivojlanish imkonini yaratadi. Bu maktabni ko'pchilik allaqachon bilishadi. Endigina xabar topganlar esa ushbu raqam yoki Telegram bot orqali qo'shimcha ma'lumot olishlari mumkin. Vosiq xalqaro maktabining Yunusobod filiali yangi o'quv yili uchun hujjat topshirmoqchi bo'lganlarni allaqachon kutyapti. O'zbekistonda faqat yoshlarni ko'rishga o'rgangan ko'zlaringiz Koreya ko'chalarida, bozorlarida, taksi do'konlarida hamma yoqda faqat qariyalarni ko'radi. Qarshingizda qarib borayotgan Koreya gavdalanadi. Ha do'stlar, koreyalik bo'lish oson emas. Bu mehnatkash xalq bolaligini ham unutib, erta-yu kech o'qib, ishda 9-9-6 tamoyili asosida, ya'ni 9 dan 9 gacha, haftasiga 6 kunlab ishlab, umrini boy bersa ham har ikkinchi koreyalik o'z uyiga ega bo'la olmaydi. Chunki uy-joy narxlarining qimmatligi bo'yicha ham Janubiy Koreya dunyoda yuqori o'rinda. 2 xonali uylarning narxi o'rtacha $1 million atrofida. Koreyslar doim bir-biridan kim o'zarda o'taman deb o'zlarini o'zaro taqqoslab yashashadi. Maktabda baholar, ishda oylik, yillik daromadlar, hattoki uylarning kvadrat metrlarida ham raqobatlashadi. Uy narxlarining doim baland bo'lishida mana shu keskin talab ham sabablardan biri. 1950-yillarda koreyaliklar juda qashshoq yashashgan. O'sha davrlardan beri ko'chmas mulk egasi bo'lish qiyin bo'lib kelgani tufayli uy narxlari faqat va faqat oshib kelgan. Shuning uchun uy narxlari faqat oshadi degan tushuncha bor.
Bugunga kelib koreyslar farzand ko'rmay qo'yishdi. Chunki farzand katta qilish uchun o'zlarining uylari yo'q. Farzandga bola emas, ortiqcha yuk sifatida qarash shakllangan. Shu sababli Koreya kelajagini ijobiy baholay olmayman. Sababi tug'ilish ko'rsatkichlari juda past. 2 oilaga bir farzand to'g'ri keladi. O'rtacha yosh esa 45 yoshga ko'tarildi. Shu darajaga keldik. Hademay bu yosh 60 yoshgacha ko'tarilishi mumkin. Bu degani siz Koreyada ko'rgan odamingiz qariya bo'ladi. Bunga hukumat hozir chora ko'rmasa, ahvol og'ir bo'ladi. Bu ketishda davlatda mehnatga layoqatli odam qolmaydi. Sizning O'zbekistonda yoshlar ko'p deb eshitdim. Bu juda katta potensial. Davlatingiz bu imkoniyatdan foydalana olishi kerak. Kalmar o'yini, Parazitlar filmlarini ham ko'rgan bo'lsangiz, unda qarz va kreditga botgan koreyaliklarning pul uchun hamma narsaga rozi bo'lishlari ro'y-rost ochib berilgan. Unda nega bu davlatga karyera, ish, daromad qidirib kelishadi? Eng muhim savollardan biri. Yoshlarning tobora kamayib borayotgani, Koreyaning ishchi kuchiga, mehnat migratsiyasiga ehtiyoji asosiy sabablardan. Lekin kelganga yarasha og'ir mehnatiga kam pul to'laydigan ishlarda emas, eng zo'r marralarni ko'zlab kelsa ham uddasidan chiqsa bo'ladi. Bunday omad formulasi haqida ko'rsatuvimizning keyingi 2-qismida o'zbekistonliklar o'z tajribalari bilan bo'lishishadi. Pusan, Janubiy Koreyaning janubdagi yozgi poytaxti. Sharqiy dengiz sohili, chiroyli plyajlar, sayyohlarbob manzillar. Seulga qaraganda arzonroq ijara va o'zbeklar. Shuncha kelib, bu yerdan uncha uzoq bo'lmagan Kime shahridagi kichik O'zbekiston bo'lishga ulgurgan mahallaga bormasak bo'lmasdi. Assalomu alaykum. Bodring qancha? 3,500원. Bodring? 보드링. 우즈벡 아니요. O'zbek. 우즈벡. 살토시가 보드링 비어서 사바지 말하고 치스노카랑 카파스타 망가가 좀 파티가 좀. 우즈벡 친구 있어. 그래서 알려줬어. 만두가전. Mantiqozon. 만두가전. Mantiqozon. 그러니까 보드링. Bodring. Bu 이거 이름 모르겠더라. 뭐라 했어. qalampir. 칼람드. Qalampir. 칼람프로. Qalampir. 칼람퍼. 치스로곤 아는데. Koreyslar ham o'zbekchani bilar ekan bu yoqda. Sotayotgan mahsulotlarning nomlarini yodlab olishibdi. O'zbeklar bilan ishlayverib. Voy. Bu hammasi emas. Haqiqiy hayratlanish endi boshlanadi. Hatto e'lonlar ham o'zbekcha. O'zbek tilidagi e'lon eng birinchida turibdi, hattoki. Ingliz tilidan ham yuqorida. Joyno ko'chasi chekish taqiqlangan hududdir. Ushbu hududda chekish 50,000 won jarimaga sabab bo'ladi. Kimedagi o'zbeklar mahallasi esa mana shu ko'chadan boshlanadi. Hozir tasavvur qilishinglar uchun kelinglar, yaxshi o'zingizlar ko'ra qolinglar. Hamma muloqot o'zbek tilida. Sotuvchilar ham, xaridorlar ham. Jamol market somsaxonasi. Buyurtma uchun raqamlar. Ichkari to'la o'zimiz o'zbeklarga. Fatima va Zuhra shop. Koreya yangiliklari. Hammasi o'zimizniki. Har doim arzon narxlarda degan o'zbekcha reklama
kattaroq hattoki keyingi tillardagi reklamalarda. Mana bu yerda Jamol Market, Million qassobxona, bir go'sht do'koni ekan. Salom. Yo'q. Go'sht do'koni ekan. Kimxe dunyo arzon telefonlar. Arzon telefonlar. Bu yog'i esa Shumbola mobil do'koni. Mobil telefonlar do'koni. O'zbekiston havo yo'llari Urgut oshxonasi. Bu yoqda ham Urgut restorani ekan. Xo'p, mana bu yoqda Urgut osh markazi bor ekan. Qoyilmisizlar? Bu yer Navoiy market. O'zbekistondan keltirilgan mahsulotlar, sotuvchilar ham o'zbek. Choyxona restoranida odamlar gavjum. Hamma issiq non olish bilan band. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rasmiy shunday ularmi? Bayt bo'ldilar. Bo'ldi, keling. Faqat sizga bo'yim yetmas ekanda. Ha, shu ola, aka. Aka, iPhone shu olaymi? Hozir videoga oling aka. YouTube'ga chiqarib olasizlar. Video ketyapti. Mana. O'zbek student. So'ramayman deydi. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Bu yoqda o'zbegim halol go'sht mahsulotlari O'zbekistondan keltirilgan tovarlar ekan. Koreyani bu ko'chasida ingliz tilini ham, koreys tilini ham bilishi shart emas ekan. Hatto tandirlar bor. Otash burger, otash qassob non mahsulotlari. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hali tugamadi bu ko'chamizdagi taassurotlar. Sen O'zbekistondan ketganing bilan O'zbekiston sendan ketmas ekan bu ko'chalarda. Yo'lning naro betida o'zbekcha halol restoran ochilayotgan ekan. Bugun osh tarqatilyapti Ehsonga. Imom al-Buxoriy masjidi. Yo'lning naro betida esa O'zbekiston bayrog'i, yangi ro'yxatdan o'tish, raqamni uzatish, raqamni o'zgartirish, sim karta sotilar ekan. Koreyada O'zbekistonni his qilmoqchi bo'lsanglar, Kimxega keling. Xuddi shunday mahallalardan biri poytaxt Seulda ham bor. Qoyilmisiz? Koreyadagi o'zbek diasporasi kichik emas, 100 ming nafardan oshadi. Vatandoshlarimiz asosan sanoat, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlashadi. Yana ikki toifa vakillari borki, ularga qanchalik qiyinligini shu yerga kelib bildi. Bular talabalar va noqonuniy muhojirlikka chiqib ketganlar. Hozir ko'rsatadiganlarimiz ilm yo'lini tutganlar haqida emas, o'qish bahonasi bilan kelib ishlashga chiqib ketgan yoshlarning qiyinchiliklari haqida bo'ladi. Bu yerda mehnat qilib pul topishning mashaqqatini his qilish uchun o'zim ham ishlab ko'rishim kerak edi. Rosa surishtirib, buzish deyiladigan kunlik ish topdik. Biz bir kunlik ish jarayonini shunchaki sahnalashtirishimiz ham mumkin edi. Tekta kadrlar bilan o'zimizni ishlayotganday qilib ko'rsatib, lekin
bu mashaqqatni, bu mehnatni his qilish, ko'rish, sizlarga ko'rsatish uchun baribir ishlab ko'rmasak bo'lmaydi. Mana bu yerda. Hozir ish joyimizda bilmadim, kameralarga ruxsat berishadimi yo'qmi? Shuning uchun ham Muhammadjonning professional kameralarni olmadik. Qo'limizdan kelgancha bir kunlik ish jarayonini sizlarga kameralarimiz orqali ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir bizda 5 tacha kamera bor. Bu bor, 360 kamera bor, telefonlarimiz bor. Ibrohimda GoPro bor. Xudo xolasa bugun haqiqiy mehnat qilib pul topamiz. Ketdik. Sizlar o'rgatib turasizlar-da bizga akalar. Nimani tashishimiz kerakligini aytsanglar, ayab o'tirish yo'q. Hammamiz teng huquqlimiz. Agar ko'proq pul olsanglar mayli, agar bir xil pul olsak, bir xil ishlashimiz kerak. Ha, bo'libmi? Ishlash, karyani aylanish davomida juda ko'p yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashdik. Arbay, tekbe deb nomlanadigan kunlik ishlar, kemasozlik, tarvuzchilikdagi mehnatning og'irligini 10 ta odamdan eshitganimda ham ssenariyga kiritmagan bo'lardim. Balandroq ko'tarsangiz, mana shu osonroq borasiz. Karyani jannat qilib ko'rsatayotgan blogerlardan intervyu olmang, haqiqiy hayotimizni ko'rsating. Oyiga $3000 topasan deb, endi maktabni tugatgan yoshlarni aldab olib kelayotgan konsalting firmalarini gapiring deganlar juda ko'p bo'ldi. Ham ilm, ham ishini baravar eplolmay, yaxshi o'qishlarini tashlab, noqonuniy maqomga chiqib ketayotgan yoshlar ham ko'p ekan. Ular o'zlarinikini bir chetga surib, butun oilasining orzu-havaslari deb mana shunday og'ir sharoitlarda mehnat qilishayotgani. Lekin mashaqqat qiyinchiliklarni uydagilarga sezdirmaslikka harakat qilishlarini aytishadi. Yaxshi pul topayotgandek ko'rinayotgan bu maqomdagilarning huquqlari himoya qilinmaydi. Ular doim immigratsiya xizmatidan qochib yurishadi. Xuddi bizning kameralarimizga tushib qolishni istashmagandek. Sog'lig'iga biron ziyon yetsa, davolanish juda qimmatga tushadi. Tibbiy sug'urta esa faqat qonuniy muhojirlar uchun amal qiladi. Mana shunday tavakkal bilan pul topishyapti yurtdoshlarimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda esa faqat chiroyli shaharlarda mazza qilib yurganlarni ko'rsatishadi. Bularni ko'rganlar Koreyada pul osmondan yog'sa kerak deb o'ylashadi-da. Mana shu videoni Instagram sahifamizga yuklaganimda izohlarda juda ko'pchilik hali ham men oson ishda, yaxshiroq ob-havo sharoitida, muomalali koreys boshliqlar qo'l ostida ishlaganimni yozishdi. Soat 16:31 muhojir ishimizni tugatdik. Endi 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. Halol teshana teri ishladik. Men bir kun ishlab 1,5 million so'm atrofida pul topdim. Lekin iltimos, bu raqamni 30 ga ko'paytirib, oyiga 45 million so'm topsa bo'lar ekan deb o'ylamang. Sen eplolmagan bo'lsang, mana men eplayman ham demang. 5 qavatli binodagi chiqindilarni tashiyman deb kun yarmiga bormay, ikki tizam qaqshab og'ridi. Tushdan keyin amallab ishladim. O'zimni qayta tiklashim uchun 3-4 kun vaqt ketdi. Bunday ishlarda menga o'xshagan jaydari yigit ham oyiga uzog'i 5-6 martagina ishlay olsa kerak. Orzu havasiga ham, mashinasiga ham, bir yilda bir marta odam kirmaydigan dang'illama uylariga ham. Men uchun emas ekan. Yaxshi kitobimni o'qiyman. Bu davlatga kelishda maqsadni to'g'ri qo'yish, ilm o'rganib, ofisli ishlarda ishlashga harakat qilgan ma'qulroq ekan. Chunki qiynalib pul topib, yaqinlarning bir kunlik dabdabali to'ylariga pul saflab yuborayotganlarning ham dardlarini eshitdik. Oilasida Koreyada ishlayotgani bormi? To'y zo'r o'tish kerak. Men bunday qila olmagan bo'lardim. Chunki yo'qolgan sog'lig'im va orttirgan og'riqlarimni hech kim bilan bo'lisha olmayman. Uzr. Ko'rsatuvimizning eng muhim qismiga ham yetib keldik. Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasidamiz. Eng qiziqarli kulminatsiya ham shu bo'lishi mumkin. Ochig'i o'zim ham bizni oldinda nima kutayotganini bilmayman, lekin hayotimdagi eng orzu qilgan joylarimdan bittasidaman. Bu yer tinchlik turizm hududi hisoblanar ekan. Har qadamda ko'rganimizni sizlarga ham ko'rsatamiz. Ketdik. Ramziy muhr bu. Qo'yasiz. Olasiz. Va siz mana shu hududga kelganingizni tasdiqlash uchun bu hech qanday rasmiy maqomi yo'q, shunchaki ramziy ma'noda o'zingizga esdalik uchun olib ketar ekansiz. Mana.
Avvaliga bizga bu hududda qanday harakatlanish bo'yicha tushuntirish berishdi. Nimalarni tasvirga olish mumkin, nimalar mumkin emas, nimalar xavfli, hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Xato qadam bosishga haqqimiz yo'q. Lavhalarimiz, harakatlarimiz oddiy samimiy ko'rinishi mumkin. Lekin ikki Koreya bugun tinch qo'shinlar bo'lgani bilan ular o'rtasidagi urush rasman tugatilmagan. Istalgan soniyada hech qanday ogohlantirishsiz otishmalar boshlanishi ehtimoli yo'q emas. Biz avtobusga chiqib, dunyodagi eng xavfli chegaralardan biriga qarab yurishni boshladik. To'g'ri, bu yerlar DMZ, ya'ni qurolsizlantirilgan hudud deyilgani bilan atrofni 100 minglab harbiylar qo'riqlaydi. Paradoks shundaki, bu harbiylashtirilmagan DMZ nomli dunyodagi eng harbiylashgan hudud. Vaqtinchalik tinch manzildamiz u muzlatilgan urush ichida ham edik. Boshida quvnoq boshlangan kayfiyat o'rnini qiziqish aralash vahima egallay boshladi. 4 kilometrli ikki davlat chegarasi orasidagi sokinlik, harbiylar va tekshiruvlar vahimamizni oshiradi. Chegaradan narida o'zlarini eng baxtli deb hisoblaydigan, aslida esa bunga ishontirilayotgan 26 milliondan ortiq yana bir koreys xalqi yashaydi. Ularning hayotini hech bo'lmasa shu nuqtadan tomosha qilishga yiliga 100 minglab sayyohlar keladi. Shimol barchaga qiziq bo'lgan manzil. Bu yerga kelganlar uchun tashkil qilingan tomosha hududi esa sahnasida faqat odamlar bo'lgan sirkka o'xshaydi. Shimoliy Koreyada nimadir ko'rinsa-ku mayli, shu yashil hududlar va Janubiy Koreyaga o'zini ko'rsatib qo'yish uchun qurilgan uzoqdagi soxta qishloqlar. Shugina xolos. Shuni ko'rganimizga ham xursandmiz. Bu yerni suratga olish mumkin emas deb yonimizga kelgan harbiyning "Sizlar o'zbekistonlik youtubermisizlar" degani esa hayratimizni yanada oshirdi. Minglab odamlar ichidan qanday qilib bilib qolishgan ekan, a? Nima deysiz? Chegara ortini syomka qilishga imkon qadar harakat qildik va taqiqlanganiga qaramasdan u yerlarni tasvirga olishga urinayotgan faqat biz emasmiz. Butun dunyodan kelgan sayyohlar borki, baribir qiziqish ustunlik qilib u yerlarni videoga olishga harakat qiladi. Va bunda kimdir uddasidan chiqadi, kimdir esa chiqa olmaydi. Biz buni qanchalik uddaladik, unga siz baho berasiz. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Mustaqil bo'lganidan beri bir millat, ikki davlat kim o'zarga o'ynaydi. Chegarada davlat bayroqlarini bir-biridan balandroq o'rnatib musobaqalashgani haqida ham ko'pchiligingiz bilsangiz kerak. Men esa sizlarga boshqa bir noyob kadrlarni ko'rsatmoqchiman. Biz poytaxt Seuldan bor yo'g'i 50 kilometrcha masofadagi yashirin yer osti yo'liga tushib ketyapmiz. Tudum qildi. Yonyaptimi? Ha, bo'ldi. Mana shu uzun ekan, past ekan. O'tirib dam oladigan joylar bor. Tunnel juda qattiq qo'riqlanadi. Jiddiy tekshiruvlardan o'tasiz. Kamera bilan kirishga ruxsat yo'q. Bizning esa omadimiz kelib, kichik kameralarimiz bilan o'tkazib yuborishdi. Bo'lmasam bu kadrlarni ololmagan bo'lardik. Seulni portlash uchun qazilgan 4 ta tunneldan bittasi, 3-chisi bu. Shimoliy Koreya kovlab va qarab kelgan. Qo'lga tushib qolishgan bu yerda. Bu 1974-yildan boshlab shimolliklarning janub tomon qazgan 4 ta tunnellardan biri. 북한은 이렇게 만든 땅굴들을 이용해 전면적인 기습전과 후방 공략을 펼쳐 우리 군의 막대한 피해와 국민 혼란을 야기시키는 위협적인 전술을 펼치려 했던 것이다. Siz hozir 350 metr pastlikka yugurib tushayotgan va qiynalib chiqayotganlarni ko'ryapsiz. Shimoliy Koreya bu yo'laklarni ko'mir uchun qazilgan kon deb da'vo qilgan bo'lsa-da, aslida Seul tomon yo'nalgan ehtimoliy hujumlar yo'lagi bo'lgan. Geologik tekshiruvlar ham bu hududda ko'mir yo'qligini isbotlagan. Tasavvur qiling-a, shunday qattiq toshli yo'laklarni shimolliklar qo'lda qazishgan va deyarli janubiy poytaxt burnining tagigacha kelishgan. Mana bu haqiqiy eksklyuziv kadrlar. Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi yashirin tunnelning bittasi. Ham bolachalarga havasim kelyapti. Bo'yi kichkinaligi uchun bemalol yurishibdi. Bekorga emas ekan, boshim urib oldim. Lekin ish yakuniga yetmasdan 90-yillarda bu tunnellarning barchasi fosh qilingan. Yashirin yo'laklardan soatiga 30 minglab askarlar o'tib ketishi mumkin edi. Bu miqdor esa Janubiy Koreya uchun yirik ekstremal tahdid bo'lgan bo'lardi. Bekorga boshga kaska kiyilmagan ekan. Bo'y past bo'lsan bir baxt ekan. Voy. Shunaqa yurishganmi ular yo bo'y past bo'lganmi? Imkon qadar shuncha kovlashganda.
Shunday kattalikda. Bu yerga kelib Janubiy va Shimoliy Koreya birlashuviga bo'lgan harakatni, aurani his qilgandek bo'ldim. Balki sayyohlar uchun shuncha sharoit qilib qo'yilishidan maqsad ham aynan shunday taassurot uyg'otish bo'lgandir, bilmadim. Lekin bu yerda hamma narsa ramziy, delimitizatsiya muhri ham, tinchlik turizm hududi ham yoki mana bu tinchlik uchun qo'yilgan qadam monumenti ham. Mani ham ilojim yetmadi. Dunyoni ikkiga bo'lgan kapitalizm va kommunizm, ikkiga bo'lingan Koreya, Shimoliy va Janubiy va ikkita Koreyani birlashtirishga harakat qilayotgan Koreya xalqining ramzi. Chegarada o'rnatilgan mana bu yodgorlik ham e'tiborimni tortdi. 1945-yilgacha Yapon armiyasi tomonidan jinsiy qullikka uchragan har ikki koreys xalqi ayollarining xotirasiga o'rnatilgan monument edi bular. Yaponlarning koreyslar uchun qilgan shafqatsizliklari alohida katta mavzu. Bu haykallar o'tmishdagi faryodning toshga aylangan shakli. Ularning aynan chegara hududida o'rnatilishi esa shimol va janubning umumiy dardlari borligini eslatib turadi. Chegaradan qaytarganman, siyosat, urush, manfaat, nafs, hatto millatlarni ham bo'laklarga bo'lib tashlashi hech narsa emasligiga xulosa qildim. Dunyodagi barcha urushlar to'xtashini, yer yuzida tinchlik hukmron bo'lishini har qachongidan ko'proq xohladim. 70 yildan buyon inson aralashuvisiz qolgan 4 kilometrlik bu daxlsiz hududlar yovvoyi tabiat uchun jannatga aylangan. Ular orasida yo'qolib ketish xavfi orasidagi hayvon va o'simliklarning minglab turlari ham bor ekan. Hech bo'lmasa shundan xotirim jam bo'ldi. Qachonlardir qo'shni bo'lib uy qurgan, bir dasturxonda non yegan koreyslar endi bir-birini tanimaydi. Shimol va janubning farqi shu paytgacha iqtisodiyoti, siyosatida sezilgan bo'lsa, endi bu tafovut bir millatning madaniyati va hatto tashqi ko'rinishda ham ko'rina boshlayapti. Bugungi Janubiy koreyaliklarning yosh avlodi shimolliklarga qaraganda anchagina bo'ychan. Buning sabablari ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Shaxsan o'zimga ham. Janubiy Koreyada bolalar yuqori oqsilli ozuqalar, vitamin va mineralli qo'shimchalar bilan o'sadi. Erkin fikrlaydi. Har kuni tepalikdagi maktabga yugurib chiqadi. Sog'lom uyqu va sifatli ta'lim hammasi bor. Mana bu chegaralar ortida esa umuman boshqa hayot. To'yib ovqatlanmaslik, qattiq rejim, har bir hissiyot uchun javobgarlik. Tarbiya emas, nazorat. Ta'lim emas, buyruq. Erkinlik emas, qo'rquv. Bugun janubda bolalarning o'rtacha bo'yi 170 sm atrofida. Shimoldagi tengdoshlari esa ulardan 8-10 sm pastroq. Miya faoliyatidagi farq esa faqatgina santimetr emas, asrlar bilan o'lchanadi. Men otamni eslasam, mening yoshimda juda keksa ko'ringan ekan. Men 45 yoshdaman va otamning shu yoshiga nisbatan ancha yosh ko'rinaman. Koreyslarning o'zlariga qarovi juda yaxshi. Qolaversa, kosmetika ham rivojlangan. Bundan tashqari plastik jarrohlik ham bor. Avvallari tanani o'zgartirishga juda salbiy qaralgan. Bugunga kelib koreys qo'shiqchilari, aydillari o'zlarini juda chiroyli ko'rsatishgani uchun ko'pchilik yoshlar ularga taqlid qilib, yuzlarda plastik jarrohlik amaliyotini qilishyapti. Bu holat keyinchalik ham ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi. Hatto hozir koreyslar orasida plastik operatsiyalarni yoshlikda qilsang, katta bo'lganingda u bilinmay moslashib ketadi degan tushuncha ham shakllangan. Shu sababli yoshlar orasida bu holatlar ko'paygan bo'lishi mumkin. Mana shu farqlanish kelajakdagi ikki koreyaliklarning genetikasini ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Ya'ni ularni tashqi ko'rinishiga qarab bemalol ajratib olishga ham hech qancha qolmadi. Bir xalq uchun fojiali holat, to'g'rimi? Birgina siyosatning inson hayoti, yashash tarzi, hatto genetik tizimiga ham ta'sir qila olishiga yaqqol misol edi bu. Bulardan ham farqlanadigan yana bir toifa bor. Koreyalik bo'lmagan koreyslar. Uydagilar aytib berishganmi, qanday Koreyadan O'zbekistonga kelib qolishgan? Uydagilar ham aytib bergan, o'zim ham ozgina nima qilganman, o'qiganman. Oldin bilasiz, Yaponiya bosib olgan Koreyani. Shu sabab bo'lgan, keyin ikkinchi sabab Koreyada vaziyat og'ir bo'lgan. Ko'pchilik
o'sha Koreyadan nimaga ko'chib ketgan? Saxalin. Ha, Saxalinga ko'chgan payti unda Shimoliy Janubiy Koreyadagi narsa bo'lmagan, bitta Koreya bo'lgan. Bitta Koreya bo'lgan, keyin 45-yilda o'sha разделение bo'lgan. Adashmasam 45 edi. Sovetlar Koreystonda yaponskiy shpion deb o'ylaganlar. Ajratolmaganlar, shu okkupatsiya bo'lgandan keyin bu Yaponiya uchun ishlaydi bo'lar deb o'sha Saxalindan olib nimaga ko'chirganlar? Markaziy Osiyoga. Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston. Как раз meni bobom poyezdda anaqa грузовой poyezdda Saxalindan nimaga kelganlar. O'sha paytda через Moskva orqali O'zbekiston, Turkmanistonda turganlar. Turkmanistondan o'sha Mangit shahardan Xorazmga ko'chib ketganlar. Bardaq bo'lgan vaziyat. Ular o'sha paytda tilni ham bilmaganlar, rus tilini bilmaganlar, o'zbek tilini bilmaganlar. Kambag'al bo'lgan. Dadam aytib bergan, bir uyda 50-60 kishi turgan. 3-4 oila. O'sha paytda как раз baby boom bo'lgan. U deganim bir oilada 6 ta 7 ta farzand standart bo'lgan. Bir uyda 30-40-50 kishi bo'lib turganlar o'sha paytda fermerchilikni boshlaganlar. Dadamning o'zi как раз fermer bo'lgan. 100 gektar bo'lgan dadamda. To есть ancha bo'lgan ekan. Juda yaxshi nima? Sholi ekishganmi nima? Sholi. Siz ham ekish bilasizmi? O'rgatgan, sabzi, любой bir nima edi? Ovoshi, fruktni aytsangiz, sabzavot. O'rgatgan, sabzavot polni o'rgatgan, o't o'sadi-ku. Sholini orasida parazit o't. Yulib chiqish kerak. Yagona qilishmidi? Yagona deyilarmidi? Shunaqa bo'lsa kerak. Shevada bilaman. Nima deyiladi Shevada? Shevada o'zi fraza bor, otizlikda o'sha dong'izot deb aytiladi. Balkim Xorazmda tushunadi deb o'ylayman. O'sha o'tni qidirib, o'tib, to'ng'iz o'ti deyilar ekanda. Xorazmda 22 yil yashab, как раз Koreyaga kelganman. O'sha 22 yil faqat Shevada gapirganmiz. Adabiy tilchi qachon? Koreyaga kelib, Koreyaga kelib adabiy tilni o'rganganlar bu kishi. Hozir o'ylaganingizda qaysi tilda o'ylaysiz? O'zbekchami, koreyschami yo ruschami? Qaysi tilda o'ylaysiz? Har xil. Mana hozir sizga savol berdim, miyangizga qaysi til ketyapti? Shevada o'ylayapman. Chunki rus tili grammatika boshqacha bari. Na ruskom o'ylab tursam, bari struktura boshqacha. Shevada gapirganda qiynalmayman. Qiynalmaysiz-a? Boshda Shevada o'ylab, miyada o'sha narsani tarjima qilib, sizga javob qaytaryapman. Koreyadagi an'anaviy uylarning shiftlari anchagina past bo'lgan. Bunga ba'zilar oldingi koreyslarning tana parametrlari qisqaroq bo'lganini sabab qilib keltiradi. Lekin faqat bu emas. Og'ir iqtisodiy vaziyat, energiya tejash istagidagi koreyslar xonadonlarni kichik o'lchamda qurishgan. O'rtacha bo'yli, kam ovqatlanadigan va yerda yotishga o'rgangan xalq uchun past shift nafaqat tabiiy, balki maqsadli me'moriy yechim edi. Pusandagi haqiqiy kontrastni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Eng baland bino, eng past bino uning tagida. Koreyadagi uylarning qanchalik kichikligini tasavvur qilishingiz uchun mana shu uyni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, 2 qavatga o'xshab turibdi, lekin bu aslida 1 qavatli, 1,5 qavatli uy. Uyga kiraverishda bu yerda yuvinish xonasi joylashgan. Yuvinish xonasi. Bu yer esa umumiy zal. Doim shu xorijga chiqqanimda mana shunday xaroba uylarni videoga olishni, xaroba uylardan kontent tayyorlashni xohlardim. Mana shu yerga kelib nasib qilgan ekan. Mana bu yer esa yotoqxonaga chiqib ketadigan zina. Mana shu boya 1,5 qavat dedim. Yarminchi qavati mana shu bo'ladi. O'sha bo'ldi, bino ishga tushdi. Sizdan oldin hech kim yashamagan. Hech kim yashamagan. Menga yoqqan narsa mana bu patolog. Nimadan baland baribir o'sha oddiy kvartiraga kirsangiz 220 sm. Mana bu может 3 metr bor deb o'ylayman, bilmayman. Menimcha asosiy sabab bu O'zbekistonda o'zlarimizning uyimizda hovli uy bo'lganligi uchun, hovli joy patolog baland bo'lgan. Hozir ham patolog baland bo'lsa, sразу ko'zga yaxshi ko'rinadi. Rostdan eshikni ochib, bu oxirgi uyimiz. U deganim oldin boshqa variantlarni ko'rib chiqdik. Apatini ko'rsatdi,
boshqa ofislarni ko'rsatdi. Eshikni ochib kelganimizda srazu ko'zga yaxshi, srazu tepaga qarab joyni yoqtirdik. Ijaraga qancha to'laysiz mana shu uyga? Ayolim aytmadi deb aytgan, lekin ijara aytmadiganlar. Yo'q, ijara общий nimasi bilan kommunalniy, keyin arenda и bizlarda nima bor? U ham kommunalniga kiradi, misol lift, уборка. 1 million $1000, короче. $1000. Aha, mana shu uy 1 million kommunalniy to'lovlari bilan birga. Nima bilan avtoturargoh bilanchi? U bepul. Bitta mashina uchun parkovka bepul. Общий shu 1 million 400 won atrofida bo'ladi. Lekin depozit ham qo'yasiz-a? Depozit ham bor, lekin depozitni aniq aytmaydi. Qimmat bo'ladi-a depoziti? O'zi Koreyada qimmatroq depozit, lekin iloji yo'q. Hozir xuddi mana shunday sharoitli uylar Seulda bo'lsa, qanaqa bo'ladi ijarasi? Hozir biz endi sal shahardan tashqariroqdamiz shekilli. Seulning o'zida menimcha tak, rayonga bog'liq. Misol Gangnam eng qimmat rayon Gangnam Seulda. O'sha Gangnamda 2,5 million bo'lishi mumkin. 2 milliondan baland, ko'p, 100%. Dollarda $2000 bo'ladi. $2000 ga boradi. O'zi Seulning o'zida yangi ofisni topish qiyinroq. Gangnam deyilganida ko'z oldimizga zamonaviy ofislar, qimmat avtomobillar, yorqin reklama va Psyning mashhur Gangnam Style qo'shig'i keladi. Ammo bu hashamatli hayot soyasida butunlay boshqa dunyo yashirinib yotganini bilasizmi? Bu Guryong, Seulning eng kambag'al mahallasi. Poytaxtning markazidagi xarobalar to'la qishloq. Shu yerda odamlar yashashadimi, Zafar? Yashaydi-a? Kampir ana dehqonchilikqa o'tib tushirasizmi, tushirasiz? Qayerda? Chap tomonda. Hozir to'g'ri yurganimdami? Yo'q, o'sha o'tib ketdik, orqaga qaytamiz. Yashaydi aka. Ha, yasharkan mana eshik ochiq ekan. Ko'cha ekan. Zaxir kelayotgan joyi ham kichkina. Bir tarafdan texnologiya, boylik va zamonaviylik, boshqa tarafdan kambag'allik, unutilgan odamlar va yashash uchun kurash. Guryong Janubiy Koreyaning ijtimoiy kontrastlarini ochib beradigan tirik darslik. Uylarning ustida o'tlar o'sib ketibdi. 1988-yilgi Olimpiada arafasida Seulni go'zallashtirish uchun uylaridan majburan bu yerga ko'chirib yuborilgan odamlar Guryong xarobalarini qurishadi. Shahardagi tog' etagida, kichik bir hududda karton va temir tomlardan ko'tarilgan uylar vaqtinchalik edi. Lekin bu vaqtinchalik 35 yildan ortiq davom etdi. Konditsioner ishlayapti. Bu uylarning kadastrlari yo'q. Uy quruvchi tadbirkorlar esa mahallani buzib, bu yerlarda ham ko'p qavatli turar joy binolarini qurmoqchi. Guryongliklar esa yillarki bunga qarshi chiqib, hukumatdan uylari evaziga uy berishni talab qilib keladi. Bu rivojlanish kim uchun? Ustuvorlik aholiga beriladi. 37 yildan beri yashagan fuqaroga yerni ustunlik bilan soting. Nega yashash joyini tasdiqlovchi guvohnoma bera olmayman? O'z uyingizni o'g'lingiz, nabiralaringiz va 3 avlodingiz yashab turgan
ish buyumi emas, balki bino deb biling. Prezident fuqarolarning samimiy tilaklarini, qon to'kadigan murojaatlarini tinglang. Yerni mahalliy aholiga soting deb. Ha, uyini shunda istadimi? Qishda shunda istadi. Bunday manzarani Hindistonning Mumbay megapolisidagi Dharavi dahasi xarobalarida ko'rgandim. Seulda ham bunaqasini uchratish yana eng boy hududlardan birida. Ochiq umuman kutmagandim. Mana bu yerda ham ko'mirmi? Ishlatilgan. Bitta yo'lning bir tarafida 40 qavatli hashamdor binolar, ikkinchi yonida esa gaz, suv, isitish tizimi yo'q, tashlandiq uylar. Konditsioner ishlab turgan ekan hozir bitta uyda. Ha, men bu yo'lda ishlayapman, mushuklar bor ekan. Mushuk bor ekan. Guryongda har yili bir necha marta yong'in sodir bo'ladi. Chunki uylar juda zich qurilgan, materiallar esa yonuvchan. 2023-yilda katta yong'in yuz berib, yuzlab odamlar boshpanasiz qolgan. Lekin ular yashashda davom etishmoqda. Chunki hukumat ularga uy-joy ajratishni xohlamaydi. Bu yerliklar esa shu uylardan ham ajralib qolishni. Mana ko'mir bu yerda. Mana shu yerda saqlanar ekan ko'mir. Shundan olib bu joyga ishlatishadi. Ay, o shuncha qat kelgan. Shuncha qat kelgan. Nimadan bu? Saylovga tashib qo'yishlar. Ha, bu saylovga. Saylovga mana bu уже svetga to'lab qo'yib. Ha, bu yerdagilar ham to'laydi, ha, kommunalni to'laydi. Svet ishlatyapti, elektr energiya kelgan. Ha, bu mana uni ko'rdim, kommunal to'lovlar. Kommunal to'lovlarniki. Shu yerda yig'ilib qolaveradi-da. Mana bu sog'likniki. Health insurance. Ha, sug'urtaniki bu. Sug'urtadan nima keladi? Keyingi yillik to'lov to'ladeydimi? Har oyma-oy to'lab boradigan puli bor-ku, sug'urtasi. Hmm. Summa to'lab boradi, oyma. Xarobalarda bizga hamroh bo'lgan do'stim Zafar kutilmaganda endi prezident uyida ham mehmon bo'linglar deb qoldi. Hazillashyaptimi desam, saroyga kirish ruxsatnomasi uchun shartda ro'yxatdan ham o'tkazib berdi. Ertasiga qarorgohga kirmagunimcha ishona olmagandim. Ko'rib turganingizdek biz mustaqil Koreya prezidentlari yashab kelayotgan haqiqiy saroydamiz. 74 yil davomida 1948-yildan boshlab Koreya prezidentlari mana shu qarorgohda yashashgan. Mana bu yerdan turib Seulni tomosha qilishgan. Xabaringiz bordir, o'tgan 3-iyunda Koreya Respublikasi prezidentligiga saylovlar bo'lib o'tdi va bu saroy ham mamlakatga yangi davlat rahbari kelishi bilan 5-iyun kuni yopildi. Shu ehtimolni hisobga olib, tarixiy onlarni kameraga shunday muhrlagan edik. Subyektivchilar, bu hozir hammamiz uchun tarixiy daqiqalar. Siz ko'rsatuvni ko'rayotganingizda bu saroy allaqachon tashrif buyuruvchilar uchun yopilgan bo'lishi mumkin. Chunki biz hozir bu yerda sayr qilib yurgan bir paytda prezidentlikka yangi nomzodlar qarorgohga qaytmaslik masalasini muhokama qilyapti. 3-iyundan keyingi vaziyat esa noma'lum. Muhimi, biz bu kadrlarni olishga ulgurdik. 2022-yildan boshlab Koreyaning hozirgi amaldagi so'nggi prezidenti Yoon Suk Yeol faqatgina bu yerda qolmagan, uning binosi boshqa joyga ko'chirilgan. Ko'ramiz, prezidentlar qanday yashashadi. Tarixan davlat rahbarlariga xizmat qilgan bu saroy so'nggi paytlarda prezidentlikka nomzodlar uchun omadsiz yakun sifatida ko'riladigan bo'lib qolgandi. Chunki deyarli barcha Koreya prezidentlarining taqdiri chiroyli tugamagan. Ular qamalgan, o'ldirilgan yoki o'z joniga qasd qilgan. Mana shu yerda yashagan, shu qarorgohda yashagan Koreya prezidentlari. Demak, 48-yildan beri Koreyaning 12 prezidenti mana shu saroyda yashashgan ekan. Zinani qaranglar, hashamatliligini. O'lim, harbiy to'ntarish, qo'rqinchli yakunlarga guvoh manzil bu saroy. Shundan irim qilishgani uchun ham qarorgohga qaytishda prezidentlikka nomzodlarda ikkilanish bor edi. Lekin endi yangi saylangan prezident Lee Jae-myung oldingi davlat rahbarlari singari bu yerlarda faoliyatini davom ettiradi.
Xuddi shu kadrlarni olishimiz uchun bizni kutib turishgandek ulgurganimizni qarang-a. Majlislar, muzokaralar xonasi. Prezident ofisi bo'lishi mumkin. Hech qayerga yozilmabdi, lekin shunday taxmin qilyapman. Kattaroq delegatsiyalar mana shu qarorgohning mana shu qismida qabul qilingan. Katta ehtimol bilan O'zbekistonning delegatsiyasi ham mana shu zalda qabul qilingan bo'lishi kerak. 2022-yilgacha kelgan delegatsiya albatta. Kameraga olishga qiziqib ketib, Muhammadjonni yo'qotib qo'ydim. Muhammadjon qayerda ekan? Tasavvur qilinglar, prezident yashaydigan qarorgoh xalq uchun ochib qo'yilgan. Va bu istalgan paytda yangi keladigan prezident tomonidan yopib qo'yilishi mumkin. Shuning uchun tomosha qilishga erinmaysizlar. Bu haqiqiy tarixda qoladigan daqiqalar, tarixda qoladigan moment bo'ladi. Tarixiy uslubda qurilgan prezident qarorgohi. Bizning Koreyadalik paytimiz saylovlar arafasiga to'g'ri kelgani uchun ham saylovoldi kampaniyalar juda quvnoq, e'tibor tortadigan darajada tashkil etilishiga guvoh bo'ldik. Mana sizlarga demokratiya. Ilmon. Rostdan Koreyada birinchi o'rinda. Juda ham ko'proq yana baxtli bo'lib yashash xohlaymiz. Number one. Janubiy Koreyaning iqtisodiy mo'jizasi faqatgina to'g'ri siyosat natijasi emas. Koreyaliklarni millat sifatida birlashtirgan bir tarixiy voqea haqiqatdan boshqalarga o'rnak bo'larli. 1997-98-yillarda Osiyoda moliyaviy inqiroz kuzatilayotgan edi. O'sha davrdagi prezident Kim De-jung Koreya tarixida ilk marotaba xalqqa murojaat qilib, mamlakat iqtisodini qutqarish uchun fuqarolardan o'zlarining oltin ziynat buyumlarini ixtiyoriy ravishda davlatga qarz sifatida berishini so'radi. Bu Janubiy Koreya tashqi qarzga botgan, valyuta zaxiralari esa kamayib ketgan bir paytga to'g'ri keldi. Xalqaro valyuta jamg'armasi mamlakatga 58 milliard dollarlik kredit ajratdi. Lekin bu mablag'ni olish uchun Koreya iqtisodiy islohotlarga kirishishi va o'z zaxiralarini tiklashi kerak bo'lgan. Hukumatning oltin yig'ish milliy harakati nomli tashabbusi orqali 3 oy ichida Koreys xalqi 225 tonna tillolarini davlatga topshirdi. Bu boylik taxminan 2 milliard dollarga baholandi. Koreya qayta oyoqqa tura boshladi. Bu hali hammasi emas. Ijtimoiy tashabbus ortidan ko'pchilik odamlar o'z zargarlik buyumlarini davlatdan qaytarib olishni xohlamadi. Chunki bu fidoyilikni ular vatanparvarlik ramzi sifatida, davlatning o'zini o'nglab olish yo'lidagi hissasi deb qilishgan. Aksariyat holatlarda boyliklarni qaytarib olishmagan. Faqatgina omonatlarini garov asosida, keyinroq olib ketaman deb topshirganlar bilangina keyinchalik hisob-kitob qilingan. Bunday ijtimoiy birlik va fidokorlik ko'p davlatlarda kuzatilmaydigan noyob voqelik edi. Koreyaliklar bu ishlari bilan tarixning eng yorqin sahifalariga muhrlandilar. Siz yana qaysi xalq shunday birlasha olgan bo'lardi deb hisoblaysiz? O'rtoqlar, mana shu kapsulada subyektivdan yana bitta millionni nishonlab ketyapmiz. Hozirgina suvsiz O'zbekiston Orol qaytadagi ko'rsatuvimiz million marta ko'rildi. Subyektivchilar, navbatdagi million uchun sizlarga rahmat. Tabriklayman. Ibrohim, tabriklayman. Rahmat. Koreyani yo'lovchi sifatida aylanar ekanman, shaharlar infratuzilmasi inson qulayligi uchun qilinganiga qayta iqror bo'laverdim. Seulda ko'zi ojiz yoki boshqa imkoniyat cheklangan odam yordamchisiz bemalol harakatlana oladi. Qo'limizdagi shuncha yukimiz bo'lishiga qaramay, biz ham 5 kilometrli masofaga piyoda borib, charchoq, noqulaylik sezmadik. Trotuarlar orqali piyoda turizmi deyiladigan men hali boshqa joylarda eshitmagan tashabbus targ'ib qilinar ekan.
Ko'p qavatli uy-joy quruvchi developerlar yashash hududi atrofini shahar shovqinidan to'suvchi maxsus shisha devorlar bilan tiklab berish majburiyatini ham olishar ekan. Bu to'siqlarni dronda tasvirga olishda mana bu qarg'a rosa xalaqit berdi. Xuddi maxsus yollangan josusdek ketgunimizcha ishimizning beliga tepdi qurg'ur. Muhammadjon dron uchira olmadi. Qarg'a xalaqit berdi. Mana shu qarg'a shu hududga qarar ekan. Mana shu zo'r fonida dron uchirmoqchi edik. Qarg'a kelib cho'qib dronimizni qaytarib, solib qo'yishga majbur qildi. Yo'ldagi bordyurlarga ham ahamiyat berdim. Ular qarama-qarshi harakatlanayotgan mashinalar chiroqlarining fokusidan balandroq qilib o'rnatilar ekan. Faralar yorug'ligi ko'zingizni qamashtirib, sizga xalaqit bermaydigan darajada. Shaharlar maksimal ravishda mashinalar uchun noqulaylashtirilgan. Muqobil sifatida esa jamoat transportlarining qatnovi ham, keti ham uzilmaydi. Avtoturargohlar muammoliligidan ulovlarni trotuarlarga qo'yib tashlashadi. Lekin jarimalar osmondan olinmagan. U qadar yuqori emas, adolatli. Yo'lovchilarda ham taksi to'xtatish madaniyati shakllangan. Yo'lning o'rtasiga chiqib olishmaydi. Hatto ba'zi joylarda taksini ham navbatga turib kutishimizga to'g'ri keldi. Ajoyib. Shahar ichlarida ham tog'lar bo'lgani uchun u yerlarga chiqib tushayotganlarning oyoqlarini tozalovchi havo purkagichlar o'rnatilganiga alohida qoyil qolardik. Shaharlashuv tabiatdagi biyoxilma-xillikni buzmasligi, yo'llar yovvoyi hayotni bo'lib qo'ymasligi uchun faqat hayvonlargina o'tib qaytadigan biyo-ko'priklar ham qurishar ekan. Shunday jamiyatdagilar bilan hech bo'lmasa bitta sayyorada yashayotganimdan faxrlanib ketdim. Bunaqasini ko'rmagandim. Imkoniyat cheklanganlar uchun parkovkalar ko'rganman. Pulligini ko'rganman, bepulini ko'rganman. Xullas har qanaqasini ko'rganman. Lekin mana bunaqasini birinchi marta ko'rib turishim. Orqamda Seuldagi masjidlardan biri, bu avtoturargohlar esa mana shu masjidga kelgan ayollar uchun ajratilgan maxsus avtoturargohlar ekan va faqat ulargina bu yerga o'z mashinalarini qo'yish huquqiga ega ekan. Qizig'i, Koreya Respublikasi jinoyatchilik va qotillik darajasi bo'yicha ko'rsatkichlari juda past. Dunyoning eng xavfsiz davlatlaridan biri. Terrorizm, uyushgan jinoyatchilik va ommaviy otishmalar deyarli yo'q. Buning asosiy sabablari esa Koreyadagi jamoat madaniyati, o'rtacha daromadning yuqoriligi, ta'lim tizimining rivojlangani, koreyslarning birovlar oldida uyatli bo'lib qolish qo'rquvi yuqoriligi va albatta CCTV. Siz Koreyaga kelishingiz bilan ko'chalar, do'konlar, ovqatlanish shoxobchalari, mahallalar, hatto taksilarda ham yagona tizimga ulangan kameralar tarmog'i, CCTV kuzatuvida bo'lasiz. Jinoyat qilish tugul, salgina noo'rin tashlangan qadam darhol huquq posbonlarining nazoratiga olinadi. Qizlarga gap otib ham yiliga minglab odamlar javobgarlikka tortiladi. Shuning uchun bor sho'xliklaringizni uyingizda qoldirib kelavering. Aytgancha, Shimoliy Koreya chegarasida bizning o'zbekistonlik YouTubechilar ekanligimizni bilishgani hali esingizdami? Buni ham CCTVning tezkor ma'lumotlar almashinuvi bilan topishgani ehtimoldan xoli emas. Suratga e'tibor bering. Mashinalar nega o'rab qo'yilgan deb o'ylaysiz? Bu rasmni menga yuborgan Koreyadagi do'stimga ko'ra, uning mashinasi qurilish bo'layotgan hudud yonida qolib ketgan. Quruvchilar esa unga zarar yetmasin, chang, bo'yoqlar tushmasin deb ustini yelim yopinchiq bilan o'rab qo'yishgan. Janubiy Koreya shaharlari bo'ylab yurib, atrofimizdagi birorta qurilish maydonining ichkarisida ish ketayotganini sezmadik. atrofi o'rab qo'yilgan baland devor haqida mayli hech narsa demayman. Lekin qurilishdan chiqayotgan shovqinni o'lchovchi detsibel detektorlari, PM10, PM2,5 zarrachalarni ko'rsatuvchi tablolarning borligi ochig'i meni hayron qoldirdi. Agar bular belgilangan me'yorlardan oshib ketsa, siz qurilish kompaniyasi ustidan bemalol yozib yuborishingiz mumkin. Tashqariga chang, shovqin tugul hatto g'ubor ham chiqarishmas ekan bu qurg'urlar. Aslida bunday talablar butun dunyoda, hatto bizning shaharsozlik norma qoidalarimizda ham belgilab qo'yilgan. Hamma gap qurilish kompaniyalarining bunga amal qilishi va tizimning ishlashida o'rtoqlar. Koreyadagi yana bir jihat alohida tahsinga sazovor. Davlat siyosati darajasiga olib chiqilishi kerak bo'lgan yo'nalish hojatxona madaniyati. Oxirgi 35 yil ichida Janubiy Koreya hojatxonalar bo'yicha haqiqiy inqilob qila olgan mamlakat. 70-80-yillargacha bu davlatda jamoat hojatxonalari iflos, badbo'y, tozalik vositalarisiz, antisanitar ahvolda bo'lgan. 1988-yilgi Seul Olimpiadasi bahonasi bilan shahar bo'ylab minglab hojatxonalar ta'mirlandi. Zamonaviy sanitar me'yorlar joriy etildi. Mamlakatda hojatxonalar islohoti boshlandi. 2000-yillarga kelib bu harakat Toza Koreya milliy kompaniyasiga aylandi.
2007-yilda esa Suwon shahrida jahondagi birinchi hojatxona muzeyi ochildi. Bu kimlar uchundir kulgili bo'lishi mumkin. Bizga ham shunday haqiqiy inqilob kerak. Bugungi Koreyaning istalgan nuqtasida, kimsasiz sohilda ham, tog' tepasida ham, prezident saroyida ham, hatto tashlandiq mahallalarda ham siz top-toza, yana tep-tekin hojatxonalarni topa olasiz. Bu esa odamga ancha xotirjamlik bag'ishlaydi. Ular muntazam tozalab turiladi. Koreyaliklar ham o'zidan keyingi foydalanuvchilar uchun unitazlarni ozoda qoldirishadi. Bu ishni tozalovchilarga yuklab qo'yishmaydi. Qaniydi biz ham bu madaniyatni o'zlashtira olsak. Davlat sharoit qilib bergani bilan uni asrab-avaylab ozoda saqlash har birimizning vazifamiz. 10-15 marta takrorlangan ishlar esa odatga aylanadi. Keyin hayot tarzimizga ko'chadi. Shundagina birgalashib o'zgarish qila olamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston. Mening atim Songwonso. Biz O'zbekistonda bo'lganimizda restoran hojatxonasidan foydalanmoqchi bo'lgandim. Ammo u yerdagilar hojatxona uchun to'lov qilishim kerakligini aytishganida, Elyor ularga qarab, "Bu nima ahvol? Chet ellik mehmon bo'lsa, restorandan foydalanganlarga nahot shuni bepul qila olmasangizlar? Chet elliklar bizni o'z davlatiga borganida qanday ta'riflashlarini tasavvur qilasizmi? O'zbekiston mana shunday elementar muammolarni hal qilib, keyin rivojlanish haqida o'ylashi kerak" deb aytgan gapi hali ham yodimda. K-madaniyat, K-drama, K-pop, ya'ni koreyslarning madaniyat targ'iboti so'nggi paytlarda dunyo bo'ylab virusdek tarqaldi. Birgina K-pop qo'shiqchilarining mamlakat iqtisodiyotiga foydasi milliardlab dollarlarni tashkil qiladi. Eng qizig'i, bu madaniyat targ'ibotining boshlanganiga hali hech qancha bo'lmadi. Birgina Psyning Gangnam Style qo'shig'i YouTube'da milliard martalab ko'rildi. Qo'shiq sharafiga o'rnatilgan yodgorlik oldida suratga tushish uchun yiliga 100 minglab sayyohlar Gangnamga kelib navbatda turishadi. Odam istasa turizm rivoji uchun istalgan narsadan ustalik bilan foydalanish mumkinligiga yaqqol misol bu. Koreys qo'shiqchilarining daromadi, fikrlashi bizda boshqacharoq. Koreyada to'ylar uchun qo'shiq tayyorlashmaydi. Shunchaki ko'pchilik eshitishini xohlaydigan qo'shiqlar aytishadi. To'ylarda qo'shiqchilar deyarli ashula aytmaydi. Agar juda yaqin tanishi bo'lsagina tabrik o'laroq qo'shiq aytib berishi mumkin. Pulni ko'p to'lashsa ham, menimcha to'yda qo'shiq aytishmaydi. Asosiy sabab esa to'y madaniyatidagi farqlar deb bilaman. Koreya sezganingizdek pale-pale, ya'ni juda tez bajarilishi kerak bo'lgan tizimdaligi uchun to'ylar ham 40 daqiqadan oshmaydi. Biz ham kutilmaganda Psyning konsertiga tasodifan kelib qoldik. Professional kameralarda suratga olishga ruxsat berishmagan bo'lsa-da, unga muxlislik qanday bo'lishini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Madaniyat, K-pop, bular 20-30 yil avval ham dunyoga tanilmagan edi. U paytlar biz ham chet el qo'shiq va kinolarini ko'rardik. Ko'rish davomida biz o'zimiznikini ishlab chiqarishga urindik. Biz odatda mukammallikka intilamiz. Shu sabab ham hamma havas qiladigan idol bozorini yarata oldik deb o'ylayman. Har qanday ma'lumotni olish oson davrda biz ham o'zimizga kerakli narsalarni olib, aralash va o'zlashgan key madaniyatini yaratdik. Mana shu illyuziyalarga berilib ketib, chet elliklar Koreyaga kelishsa, Lee Min-ho, men sevgan BTS qani? Men kutgan Koreya shu edimi? deb shokka tushayotgan holatlar ko'p. Biz Janubiy Koreyani maqtash yoki yomonlash uchun kelmaganmiz. Lekin hayotda shunday holatlar bo'ladiki, undan hayron qolmaslikning, o'rnak olmaslikning, like bosmaslikning iloji yo'q. Mana bu inyeksiyalar daraxtlarni turli hasharotlardan, zararkunandalardan himoya qilish uchun ishlatiladi. Qayerlardadir daraxtlar besabab kesib tashlanayotgan, qurib qolish uchun atay taglariga neft quyilayotgan bir paytda Janubiy Koreya o'z daraxtlarini mana shunday asrab qolish uchun harakat qilyapti. Bu yer hech qanday qo'riqxona emas. Bunday holatlarni Janubiy Koreyaning istalgan yerida ko'rishingiz mumkin. Shunchaki mana shu inyeksiyaga ehtiyoj bor deb topiladi, ular o'rganiladi va daraxtlar mana shunday tripowerlar bilan himoya qilishga harakat qilinadi. Xulosa o'zingizdan.
Men O'zbekistonga bir marotaba borganman xolos. Koreya juda kichik. Qayerga bormang, odamlarga to'la. Imkoniyatlar, servislar juda zo'r bo'lgani bilan haqiqatda xotirjamlik topish qiyin. O'zbekistonning yeri juda keng. Men hatto Qizilqum sahrosiga ham borib ko'rgandim. Menga juda yoqdi. Menimcha, koreyslar shiddatli hayotdan O'zbekistonning xotirjamligini yaxshi ko'rishsa kerak. Ammo bu shiddatli hayotni yomon deya olmayman. Sababi bizni rivojlanishimizga aynan shu omillar sabab bo'ldi. Hozirda ko'pchilik yoshlar telefonga bog'lanib qolib, men tabiat qo'ynida yashab katta bo'lganimni tasavvur qilishlari ham qiyin. Ba'zilar o'sha hayotni, ba'zi hozirgi yoshlar esa rivojlangan hayotni o'ynab kulishni ma'qul ko'radi deb o'ylayman. Koreyadagi paradoks holatlardan biri bu shaharlarda chiqindi qutilarining deyarli yo'qligi va shunday bo'lsa-da ko'chalarning ozodaligi. Ya'ni chiqindi bu sizniki, unga o'zingiz javobgarsiz deb qaraladi. Biz ham shahar aylanib urna topa olmasdan qoldiqlarimizni qo'limizda yig'ib yurdik. Bu holat shaharlarda urnalar yo'qligini bahona qilib, qo'lidagi narsalarni istalgan joyga tashlab ketaveradiganlar uchun yaxshigina saboq bo'lar balki. Chiqindilarni qo'limizda uygacha olib kelganimiz kamdek, ularni tashlashda ham saralash kerak ekan. Kvartiradan chiqib ketayotganda ularni turiga qarab yelim qoplarga ajratib chiqdim. Biz o'rganmaganimiz uchun bu ishlar biroz kulgilidek tuyuldi. O'zi bir chiqindi bo'lsa, uni ham saralashlariga o'laymi deb o'yladim boshida. Koreyadan qaytganimdan keyin esa hozir uyda ham beixtiyor shunga odatlanganimni sezyapman. Umuman olganda menga yoqayapti bu ishlar. Lekin menga juda samimiy ko'ringan bir manzara haqida gapirib o'tishim kerak. Bu Koreyadagi soyabonlar. Yomg'ir ko'p yog'ganligi sababli istalgan joyga qaramang, soyabonlarni uchratasiz. Do'konlar, xizmat ko'rsatish joylari, ko'p qavatli uylarning yo'laklarida maxsus burchak va u yerda ko'chaga chiqqaningizda tasodifan yomg'ir yog'ib qolsa, ulardan istalgan birini olib tutib ketaverasiz. Do'konlarga kirib chiqqaningizcha ham sizning soyaboningizni olib ketgan bo'lishlari mumkin. Siz boshqa birini olib ketsangiz, hech kim hech narsa demaydi. O'zim ham 15 kunda 5 talar soyabonni almashtirib tutdim-ov va bu Koreyada normal holat. Xullas, bu soyabonlar mamlakati haqida gapiray desangiz gap ko'p. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, unga like bosishga arziydigan mehnat qilibmiz. Endi bosarsiz. Keyingi dasturlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lish va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Koreya 4 narsa bilan xotiramda qoldi. CCTV, ko'cha to'la qariyalar, toza hojatxonalar va 4-sini keyin ko'rsatuvda aytaman. 함께 걷던 이 거리를 다시 걷는다. 그리움이 잔인하게 나를 삼킨다. 그댄 내맘 모르겠지. 불타오르는 고통 속에 난 오늘도 살아. 하사마누 네가 없는 하루는 난 하사마누. 하사마누 내게 남긴 상처들이 선명해져. 하사마누 네가 없는 하루는 난 하사마누. 하사마누 내게 남긴 상처들이 선명해져.